Yana bitta misol. Mashinangizni minib ketyapsiz, birdan yog'ni almashtirish kerakligini ko'rsatadigan chiroq yonib qoldi. Channakka o'xshagan narsa tomchi tutib qo'yadi. Demak, tabloda o'sha yog'ni almashtirishlik kerakligini bildiradigan chiroq yonib qoldi. Buni nimaligini bilmaysiz. Ilmingiz yo'q. Oldingizda turgan odamdan so'radingiz. Bu nimaga yondi desa, bilmadim, chiroyli turish uchun bo'lsa kerak deb qo'ydi. Qabul qildingiz, ketaverdingiz. Ziynat uchun bo'lsa kerak degan fikr, bu ham bitta fikr edi, ammo voqelikka to'g'ri kelmaydigan fikr edi. Bu g'irt johillik edi. Endi nima bo'ladi bu mashina? Yog'i tugaydi, yuraveradi, stuk beradi, katta chiqimga tushadi. Demak, siz bilan bizda ham birodarlar, voqelikka to'g'ri kelmaydigan xato o'ylar, fikrlar bor bo'lishi mumkin. Bizda ham bir johillikdan bir nasiba bo'lishi mumkin. Agar mana shu xato fikr, tushunchalarni kallamizdan chiqarib yuborsak, demak biz olim bo'lamiz. Shuning uchun birodarlar, agar dunyoni istasak, ilmni lozim tutaylik. Agar oxiratni istasak, ilmni lozim tutaylik. Agar ikkalasini, ham dunyoni, ham oxiratni istasak, ilmni lozim tutaylik.